Senga Tangri imtiyoz berib, saltanatning eng yuksak cho'qqisiga chiqarib qo'ydi. Shaxsingga taxtni makon qilib, mamlakatda hukmingni yurgizib qo'ydi. Ra'iyat go'yoki galayu, sen cho'pon bo'lding. Bo'ldi ra'iyat galayu, sen shubon. Ul sharru, mismiru, o'sib turgan daraxtu go'yo sen bir bog'bon bo'lding. Qo'yni cho'pon oy yil asramasa, u och bo'rilarning yemishiga aylanadi. Dehqon bog'ini tunu kun parvarish qilmasa, bog'ning qurigan o'tinidan farqi qolmaydi. Bo'rini galadan uzoq tutib, bog'ingga esa suv berib, ma'mur seyrob qil. G'am yesang, u gala foyda beradi. Bog' gulu mevadan foydali hosil yetkazib beradi. Gala bo'rilarga yem bo'lib tugab, daraxtlar esa qurib tamom bo'lsa, senga ham foyda-yu hosil qolmaydi. Agar sizga ushbu kitob qiziq bo'lsa, Urgut tuman Axborot kutubxona markazidan olib o'qishingiz mumkin.